Ahmadullo, Anjonlilar asarti ovqatini yeb ko'rdingmi? Zo'r chiqibdi. Ovqatga o'zing mehr bermasang o'xshamaydi. Sardor aka, Nima gap, Jasur? bitta bola ish so'rab kelgan ekan. Ahvoli, sharoitlari og'ir ekan. Qashinga sizni ro'para qilyotgandim. Kim ekan u bola? Hozir chaqiraman. Chaqirchi? Xo'p. Kelaver. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Keling uka. Salomatmisizlar? Shu ish so'rab kelgandim akalar. Imkoniyat bo'lsa, ozgina ishga muhtoj edim. Ismingiz nima, uka? Bahrom aka. Ertaga ertalab bo'lmasa ishga kelib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Jasur ertaga ertalab ishxona bilan tanishdi. Uka ishlab ko'rsin. Yaxshi ishlasangiz, oilamiz a'zosisiz. Yodda tuting, oilada xiyonat yo'q. To'g'rimi, Jasur? Ha, to'g'ri. Mayli uka, ertaga ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat katta aka, salomat bo'linglar. Ashi mashinalarni olib kirib tez yuvinglar. Sizlar ham tez artib egalariga topshiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam Salomatsiz, keldingmi? tinchmisiz? Bugundan ishni boshlayveramizmi? Bugundan boshlayveramiz. Xunoxonaga kirsen, bolalar o'zi ko'rsataveradi. Kiyimlarni Xo'p, aka. alishtirib, sekin ubulkaga qarab ishni boshlaver, ukam. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Yaxshimisan, Jasur? Assalomu alaykum, boshliq, keldingizmi? Assalomu alaykum, boshliq. Shepim, tuzaymisiz? Charchamasdan keldinglarmi? Ishlayapsanmi, uka? Ishlayapman. Hali rahmat. bizni shogird. Yaxshi. Ko'nikib oldimi? Zo'r, yaxshi bola ekan, aka. Ishlar ham zo'r bo'lyapti, yaxshi. Endi meni eshit. Bu bola pulga muhtoj bo'lib kelgan. Mana buni o'zing bilasan nima qilishni. Xo'p bo'ladi, shep, siz aytgandek qilaman. Uka, Labbay aka. xunoxonaga borsang, bolalarga aytsang, men narsam berib berishadi. Asherdan shunday olib kel. Ashxonada? Ha. Xo'p bo'ladi, shep. Shep, ona bola. Ko'rdim. Kameradan. Aga yo'q. Bo'ldi, ish qilaversin. Bahrom, Labbay aka. menga qarab bor. Jasur ko'rinmaydi. Jasur qani? Jasur akam 3-4 kundan beri yurishlari bejo. Ba'zida ichib kelyapti, ba'zida kech keladi. Doim keladi, kassadan pulni olib ketadi. Bo'pti, boraver, ishingni qilaver. Xo'p bo'ladi. Alo. Jasur. Qayerdasan? Yaxshi, uyda o'tiraver. Ishdan bo'shading ertadan. Kelsang hisob kitob qilishib oladi. Endi Bahrom, bu yerda nazorati o'zingning qo'lingda. O'zing ko'z quloq bo'lasan, nazorat qilasan, kelgan klientlarni o'zing rozi qilib chiqarasan. Men 3-4 kun bu yerda bo'lmayman. O'zingga omonat. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, Sardor aka. Va alaykum assalom, Ahmadullo. Aka oldingizmi? Ha, kelib oldim. O'zingchi? Ha, men ham kelib oldim aka. Ishxonaga qachon kelasan? Bitta masalalarni hal qilib ishxonaga o'taman. Gaplashamiz. Xo'p.
Farruh, menga qarab o'rgin. Bo'ldi, xo'p. Farruh, Bahrom akalarni hali yuribdi. Oxirgi paytlarda Bahrom aka telefon qilsakkina kelyapti, aka. Qolgan payt o'zimiz ishlayapmiz. Bo'pti, barobar ishini qiladi. Bo'ldi, xo'p. Alla xuddi London, Lolita Polder, qizlardir fonda, masalalar do'larida. Давай, kayfiyat ko'taramiz. DJ balandlar. Mas bolalar tejab, maqsad bo'lsa qaytamiz hecham. Cho'mchili ovoz, sochamiz yengil, nafsalar yengil, hammasi yengil. Ochqalar ko'p kelar bo'yimga tengil. O'g'lini chopish kerak. O'g'ini qo'lini nima qilish kerak, Ahmadullo? Kechiringlar akalar, qaytib qaytarilmaydi. Boshqa bunday qilmayman. O'g'ini qo'lini chopish kerak. Akajon! Sen qilgan ishni birov bilmasin. Biz qilgan yaxshilikni ham hech kimga aytma. Chunki odamlar bir-biriga yaxshilik qilgani qo'rqib qoladi. Tushundingmi? Endi sur bu yerdan, qaytib ko'zimga ko'rinma. Ishonchni yo'qotish uchun bir lahza yetarli. Tiklash uchun esa umr ham kamlik qiladi.